jamiyatning qadri qimmati ayollarning qadri qimmati bilan o'lchanadi. Agar shunday bo'lsa, bizda na qadr bor, na qimmat bor. Ayollarni tushgan holini, ularning ahvolini ko'rishni o'zi ayanchlik, bilishni o'zi ayanchlik. Keksalardan so'ranglar, avvalgi ayollarimiz, onaxonlarimiz, opalarimiz uyda suv qurib qolsa, tugab qolsa, chelagini ko'chani tagiga qo'yib ketsa, birinchi o'tgan odamning majburiyati shuni to'ldirib uyga olib kirib berish ekan. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Ayollarga ayollik latofatidan chiqib boshqa narsaga o'tish, o'zini latofatiga munosib kelmaydigan ishlarni qilishga majbur qilyapmiz. Ayollar 4ta 5ta bolasi bilan kolxozda, avtoda kuyib ketmon chopayotgan paytda bir to'da yoshlarimiz ko'chada tosh tepib bir-biri bilan mushlashib yuribdi. Ishsizlar muammosi bor deb gapiryapmiz. Nimaga ishsizlar muammosi bo'lsa, ko'p bolali onalar dalada yuradi? Nimaga ishsizlar muammosi bo'lsa, ayollarimiz hammasi o'ziga mos kelmagan ishlarni qilishadi?